Ahmet'iniz geleversin, şu maylar, gelesi maylar ben diyet etsin. Hem o vaxtda sağ selamet yine şu bizlerini yaşımız kaybettin. Hem o vaxtda sağ selamet. Sizden bizler vaktimize yaşayın, sağ olun. Bir icadi mehnetinizle halka tanınabilir. Özbekistan halk artisti bulun. Yaxşı, tilaklarınız yaxşı. O'zan sen bilaversan birinchi xabar edi. Bütün dünyaya Xorazm san'atini danışkanlık müzik katta rahmatlar. 100 yaşa gelişiniz taraftarıma yengemem sizim. Şu pivo vakti bilan sen neçede? Neçede? Yarımda bütün yurt adanılgan. Otaxonimiz. Bana tanımı oturmam, ben katı canlı olan balama yatmakta. Hoş geldin. Ne seni sonra sırada bir... Artık Ataçay'ın bıraklarlıktaki kallikçiler gelip, vakanız mehnetkeşler yaksınlar kıldılar. Mene şu bugünkü keçeni ötüşen, vakanız medeniyet sakasında bolayatken cüle bir katta vakalardan biri toplanadı. Biz bugün Rozmet Eken'ni, ortak Rozmet'ini, mene şu portret gecesini ötkazar ekenimiz, sonra bize de mene şurada cüle köp sanatçılarımız var, kekse sanatçılarımız. Biz şu anda mene şu süsler bilen, mene şurada tiyatro binasında, mene şurada açık binalarda, bayramlarda, sayılarda işlerinin hizmetlerini mene şurada kişiler bilen ötkazamız. Oblast Medeniyet Başkarması mene bu farklı yarlıklarla gelen bir şu okut geçtiremezlerge. Xorazm Oblast Medeniyet Başkarması halk koşular rakslarının mahkum ustası, bugünkü günde halk icadı ve medeni akartı işleri Oblast İlmi Metodik Merkezi Orazban, Folklor Etnografik Halk Ansamblı Solisti, Cümeniyaz Rozmet'ni medeniyet ve sanat sarfasında mektepkeşlerge belki terbiye geliştiği kök yıllık hizmetleri Doğulgen günü münasebetiyle uçlu farklı yarlık bilen takdirleydi. Kalabalıklar Cumhurbaşkanı'nın bir yıldır 87 yaşarken tez yılda 90 yaşa girerdi. Şu günde kurul bir datasını kette bayram kılıp ötkezerdi.
san'atkorning hayoti va ijodiy faoliyati haqida gapirib berish uchun so'z Xalq ijodi va madaniy oqartuv ishlari oblast ilmiy metodik markazi direktori Ahmadjon aka Ro'zmetovga. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mehnatar Ro'zmetov 1901-yilda Xiva rayon Xiva kampusi Rashar qishloqida tug'ildi. Dunyo vatani bolalik yillari ana shu qishloqda o'tdi. Uni san'atga muhabbati juda erta, ya'ni beg'ubor bolalik yillaridan boshlandi. Bu akordeon chalishni juda ham sevardi. 17-18 yoshlik paytida akordeon chalib, xalq o'rtasida tanila boshladi. Jumaniyazada uyg'ona boshlangan ilk san'at kurtaklarini ustoz san'atkorlar qo'llab-quvvatlab, yosh san'atkorning ijodiy kamolotiga yaqindan yordam berdilar. Bu ustozlarning nomlari hammamizga ma'lum: Qurbon aka Ismoilov, Sabo aka Mug'anniy, Sherali akalardir. Jumaniyazada revolyutsiya yillarida inqilobning dastlabki kuylarini chalishga muvaffaq bo'lgan. Xotin-qizlarning taranji tashlash marosimlarida aktiv qatnashib, o'z san'atkor o'rtoqlari bilan ozodlikka erishgan xotin-qizlarimizni revolyutsiya haqidagi ozodlik va sadoqatni tarannum etuvchi kuy qo'shiqlar bilan tabriklaganlar. Yosh san'atkor ustozlari Qurbon aka Ismoilov, Sheralilar bilan birgalikda inqilob bayramlari va sayillarda muzika ashulalar bilan chiqadi. 1926-yili Jumaniyazada Xiva teatrida muzikachi va ashulachi sifatida ishlay boshladi. 1928-yilda Xiva teatrida ulug' o'zbek shoiri va dramaturgi Hamza Hakimzoda Niyoziy bilan uchrashadi va u kishining suhbatida bo'ladi. 1930-yillarda Xivada sovchilar sayfi tashkil qilinadi. Jumaniyazada ham shu sayfni a'zosi edi. Qisqacha qilib aytganda, Xorazmda xalq hokimiyatini o'rnatishi va mustahkamlash yillarida san'atkor sifatida barcha san'atkorlar kabi mehnatkash xalqning madadkori bo'lgan. 1941-yili nemis fashist bosqinchilari Sovet mamlakati, ya'ni ona tuprog'imizga bostirib kiradi. Bu paytda Sovet xalqi mamlakatni mustahkamlash yo'lida qism mehnat kuchaytirdi edi. Barcha tinchliksevar kishilar qatorida Jumaniyazada Ro'zmetov ona vatan himoyasiga otlandi. 1942-yili noyabr oylarida Smolenskda nemis fashist bosqinchilariga qarshi janglarda ishtirok etdi. 1943-yili jang maydonida og'ir yaralanganligi uchun Botkin gospitalida davolana boshlaydi. Gospitaldan tuzalib chiqqandan keyin Jumaniyazada yaradorligi tufayli qishloqqa qaytib keladi. Ulug' vatan urushidagi jasoratlari uchun bir qancha medallar bilan taqdirlangan. Urushdan qaytgandan keyin yana o'zini sevimli kasbi san'atkorlikni davom ettiradi. O'zbek milliy xalq qo'shiq va kuylarini o'z ijodida rivojlantiradi. Xalq dastonlaridan Oshir Vali Shohsana, Yo'g'ir kabi dastonlardagi she'r, g'azallarga kuylar aytilib, xalq o'rtasida kuylagan. Shuningdek, sevimli turkman shoiri Mahmudquli g'azallaridan ashulalar aytgan. Jumaniyazada 1948-yildan boshlab Sharja oblastida yashay boshlagan. Bu vaqtlarda u Sharja oblast drama teatrida ishlagan. 1968-yili san'atkor Urgan shahriga qaytib keldi. Bu vaqtlarda Jumaniyazada pensiyaga chiqqan edi. Shunga qaramasdan u baribir xalq orasida bo'ldi. Qo'lida xalq bilan Xorazm xalqining barcha yig'inlarida, sayillarida, bayramlarida, to'y tomoshalarida qatnashib, kishilarga hurmat va yaxshi kayfiyat baxsh etgan. 1983-yili O'zbek filmining Xiva vaqti bilan soat 7da deb nomlangan filmda ishtirok etdi. Bu filmda Jumaniyazada ijro etgan syujetlar, o'yin va ashulalar har bir tomoshabinning diqqatini jalb etdi. Ayniqsa uning olma pishganda galik nomli ashulasi hammaga manzur bo'ldi. Bu ashulani u akordeon jo'rligida o'ziga xos ohanglar bilan ijro etdi. Bu ashula ijro
özgürlük var, şahitlik var. Bir davalardan aşık güylenip gelayetken Arazım halkının bu aşılması bundan ki hem öz kurmasını yükseltmediğini söyler. Şuningdek Cümle Azata Türk Mevzi'nin fakat film kinosyonlarında iştirak edip rollar icra ediyor. 1985 yıldan başlayan Cümle Azata Medeniyet Başkarması Halk İcadı ve Medeniyet Hakkı İşleri Obus İlmi Nizamik Merkezi karşıda teşkil kılıngan Arazban Folklor Etnografik Ensembliga katlaşa başladı. Bu ensemblda Xorazm halk qo'shiqlari ve oyunları fakat yana başlandı. Ensembl Sarkanda Cümeyazata obusimizdagi ko'pgina tadbirlarda ishtirok etdi. Hamda obus televiziyasi orqali bir necha konsert programmalarini namoyish qildi. 1986-87 yıllarda ensembl repertuar jihatdan ancha boy edi. Halk ijodiyati ikkinchi Butitpark festivaliga bag'ishlangan folklor etnografik ensembllarning obraz ko'rik konkursida birinchi o'rinni egallagan. Xorazm ensembli tarkibida Cümeyazata ve onun coşkun eşyaları ve oyunları hem var edi. Ko'rik konkursunun g'olibi hisoblangan bu ensembl Respublika folklor etnografik ensembller ko'rik konkursidan qatnashib birinchi o'rinni egalladi ve Butitpark ko'rik konkursiga yo'llanma oldi. Ensembl Moskvada o'tkazilgan halk ijodi ikkinchi Butitpark festivaliga bağışlab o'tkazilgan folklor etnografik ensemblllarning ko'rigida ishtirok etib, o'zlarining milliy o'yin va ashulolari bilan xalq olqishiga sazovor bo'ldi. Ensembl halk ijodi Bana bu yerda Ahmetcan akamiz juda to'g'ri aytdilarki, Cümezatamizning shogirdlari juda ham ko'p. Qo'liga garmon olib, qo'liga akkordeon olib, so'z qilgan, qo'shiq aytgan barcha san'atkorlar Cümezatamizning shogirdlari hisoblanadi. Ular bu kishini o'zini ustozlari deb biladilar. Endi ustozni tabriklash uchun navbatni Xalqaro rayon madaniyat uyi qoshida tashkil qilingan Xalifalar ansambliga beramiz. Mana bugun biz Cümeyazatani uchrashuv kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib Cümeyazataga uzoq umr, mustahkam sog'lik, ijodiy ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. 88 yoshimiz, yoshlik qalamqoshimiz, yurtimizni kuylashga aman bo'lsin boshimiz.
biz Oblis teatri qayerga gastrolga borsa, qayerda bo'lmaylik shu. Xiva vaqti bilan 7:30 mana kinosi chiqqandan beri muzikali film borgandan bizdan shu Jumanazodimizni so'rashadi. O'sha otaxon bormi? Endi Bekajon opa biz bilan birga boradilar, Bekajon opamizni ko'rsatib yuboramiz. U kishini ham tabarruk qo'llarini olib, qo'llaridan o'pib, rahmat sizlarga, shu otaxonimiz bilan birga keling deb orzu havas qilishadi. Mana ko'ringki, Jumanazodamiz demak tabarruk san'atkor, demak xalqni qalbidan, xalqni yuragidan joy olgan sevimli san'atkorlardan biri ekan. Endi mana otaxonimizni tabriklash uchun xiyobalik san'atkorlarimizdan bo'lgan Oltin qo'llar ansamblining solisti, Brunzi kolxozdagi ajoyib san'atkorimiz Bekjon Jumanazov tashrif buyurganlar. Navbatni Bekjon Jumanazovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun bizni ajoyib ustozimiz Xorazm folklor etnografik san'atida o'zicha bir uslub yarata olgan hurmatli aziz inson ustozimiz Jumanaz akani 88 yoshlik yubiley to'yida o'tiribmiz. Men ustozimga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Hali yana ko'p yillar xalqimizga xizmat qilsinlar. Ustozimizni ajoyib shu fayzli qo'shiqlari bilan xalqimiz doimo dam olsin. 100 yoshida ham shunday sahnada yuksaldi. Şu
Hey hey mafet taban Cumhuriyet atamızın biz için azizliği, yarışındaki
Jo'nazatamiz ulug' san'atkorlar bilan yelkama-yelka xizmat qilganlar, ular bilan ham suhbat bo'lib kelgan ajoyib tabarruk otaxonimiz. Masalan, mana Sherozi Yoqubov, Komiljon Otanyozov, Toshxon Boltayevlar bilan ham suhbat bo'lib, ularning so'zlarini olganlar, ular bilan birgalikda g'alaba bayramlarida, qolaversa to'y-u hashamlarda, hosil to'ylarda yelkama-yelka turib, ularga sozlarni olib, xalqimizga o'zlarining san'atini manzur qilib kelganlar. Endi tabrik navbatini Xiva rayonidagi Xiva kolxozining doston ansambliga beramiz. Marhamat. Navbat yana shogirdlarga. Hürmetli ortaklar, ustazımız, kadırdanımız Cumhuriyeti hakkında
bu kişinin faziletleri yok, kısretleri yok, adetleri yok, karakteri doğrusunda elbette juda yaxshi gap aytıldı. Acizman ben bundan artıqroq gap topmağa. Cümliyet atamını ben dünyadan birinci marta görüyen vaktimden şu duruşları önünde kolumda gelme o, şu duruşları. Hazır yine 50-90'a bizler hem dedik, ben cümliyet atamın şu duruşu. Kayseri'de bir vağırda olup Almanya'da durgan olsa oylamakla yumuruk sazı da, yok o cümliyet atamın sazı. Barıp kıyasanızda şurada elbette almak şikayete gelin boladı, yapılmasa başka bir kızık desem boladı. Fakat yakşı gün edemez, yurtumuzun başına ağır günçken vaktinde cümlete karakol oyan emez. Üzerimizde dünyanın boyuna çalışamaklardan, garmondan ihtiyaç etip alınandan doğru protokol kitabı. Aryanın bir deste, bunu aytmak azı vakti yok sizlere. Ben kıskaçaklığı baytamam, Güloğlu'nun yaşına gitsin cümlete. Güzel tabi Güloğlu'nun nökeri değil. Bizlere şu 90 yıllık yükleyimliye senesinde yine cümlete almak şikayete geldiğinde dursunlar şöyle. Şunun için şu oturuyorlara ben şimdi yaşlantılayım ben, şimdi vakta şimdi muvaffakat hemen erişimle. Aramızda elbette bazı cümleten şehitleri, üzerimizden şunun değil. Devam ete verelim cümleten şkolası, annesi. Vallahi gel. Şehit! Qo'shiqsiz yaşamak yarashmassin hol. Qo'shiqdan boshlanar hayotning boshi. Qo'shiqqa cho'llarga baxsh etdi chiroy. Qo'shiqdan ergay tog'larning toshi. Manozolar biz qo'shiqlar ijro qilyapti, raqslar ijro qilyapti. Biz ko'ryapmizki qo'shiqning qaysi qo'shiqning gashti, raqs mana bizni o'ziga chorlayapti, o'z jozibasi bilan. Mana shu o'zbek san'atiga o'zini hissasini qo'shgan qolaversa mana garmonni, akkordeonni
bizning sanatimizga kirib kelishida Ferozi Yoqubov bilan Jumazatamizning hissalari katta. Chunki ilk bora mana bizning oblastimizda, respublikamizda qo'liga gramon qo'shiq aytgan san'atkorlar shular desak biz adashmaymiz. Endi bugungi kechamizda Jumazatamizning bir shogirdlari bor. Endi shogird desam haqiqiy shogird. Bir paytlari mana Jumazatam bilan birgalikda kichkinaligida Jumazatamizning yonida childirma, ya'ni doira chalgan ekanlar. Mana hozir men sizlarga tanishtiraman. O'zbekiston SSSR xalq artisti Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati Otajon Xudashkurovni davrasiga taklif qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin o'rtoqlar. Mana shu Jumaniyat otamizning hurmatli san'at muxlislari. Shu Jumaniyat otamizni mana shu muborak ayyomni sizlar qatorida chin yurakdan tabriklaymiz. Bu kishiga uzoq umr, baxt, saodat. Mana shu jufti haloli bilan yana ko'p yillar shunday yaxshi zamonimizda sog' salomat xalqqa xizmat qilsinlar, umr ko'rsinlar. Marhamat, biz ham tabriklab keldik, birikka shuni aytamiz. Ro'yxatda o'tiramiz, rahmat o'tiring. Shu o'zi Jumiyat otamni 34 yildan beri taniyman. Bir ashula o'rgatib, uni ham hozir Norbeklar aytib qo'ydi, endi boshqa bir yangi ashula aytaman. Omonmatjon she'ri bilan ona tabiatga bosh egdim.
Peşinden